Sizlar uchun zo'r ikkita yonma-yon pul olib kelib turadigan uchastka topib qo'yganman. Oyiga $1600 dan shitir kelib turadigan ikkita yonma-yon qaranglar, fayzli hovlimizga kelganmiz. Ichkari taraflari bitgan, faqat abo'y qilinmagan. Umumiy yer maydoni 9.3 sotikni tashkil qilayotgan, ko'rib turgan qaranglar, chiroyli pishganishdan qurilgan xonadonimiz. Lokatsiyani oldindan aytib o'tib ketaman sizlarga. Narxini faqat oxirida aytaman. Ungacha sizlar podpiska bosib, like tugmachasini bosib qo'yinglar. O'ng tarafimiz Abu Saxiy kiyim bozori, chap tarafimiz Izzat temir bozori. O'rtasida Shakarchilar mahallasini menimcha bilmaydigan odamni o'zi yo'q bo'lsa kerak. Shakarchilar mahallasidan 200 metr ichkari kirganda xonadonimiz tupik ko'chada joylashgan. Shu fayzli xonadonimiz Srochniy egalari tomonidan sotuvga qo'yilyapti. Darvozaxonamizga kirishimiz bilan bemalol ikkita mashinani qo'yib qo'ysanglar ham bo'ladi. Elektromobillar bo'lsa, zaryadga qiladigan joylar ham qo'yib ketishgan ekan. Qaranglar, pishganishdan cho'tki qilib qurgan ekanlar. Bitta ham siniqlari yo'q. Devorlariga ham mana shu pishganishdan ishlatgan ekanlar, qaranglar. Cho'tki qilib tekis bo'lib turibdi. Akam aytayotdilar, o'zim uchun qurdim deyaptilar. Bu xonadonni o'zi sotish niyatim yo'q edi. Srochniy puli kerakli uchun sotyapman deyaptilar. Endi ichkari kiramiz. Hoji akam aytayotdilar-da, o'rtoqlarim uchun deyaptilar, bilyardlar qo'yib qo'yganman, oshxona, mebel jihozlarini cho'tki qilib o'rnatib qo'ygan ekanlar. Ichkari kirib ko'rsataman hozirlarga. Xonadonimizni shunda kiramiz, qaranglar. Mana zilyon zona uchun alohida joylar ham tashlab ketganlar. Ko'rsanglar bo'ladi. Ikkita yonma-yon o'rtasidan bo'lingan bu xonadonimiz. O'ng tarafdagi xonadonimiz umumiy 6 ta xonani tashkil qilyapti. Oshxonadan tashqari. O'zini pastda katta yerto'lasiga ega ishlab chiqarish sifatida hozir foydalanyapti. Arendaga berib qo'yganman deyapti. Ko'rib turibsizlar, buni uzunligi 13 metr deyapti. Xuddi shuni pasti katta yerto'la qilingan. Endi kiramiz. Hoji akam o'zlari uchun, eng yaqin do'stlari uchun bilyard stollarni qo'yib qo'ygan ekanlar. Bu yerda bo'sh bo'lgan paytlarda bilyardlarni o'ynab, o'ng qo'ldan olibdi, eng yaqin do'stlari bilan choy-poy qilib o'tirib, dam olib o'tiradigan joy qilib qo'ygan ekanlar. Televizorlarni qo'yib qo'yganlar, Wi-Fi, bu yerda gaz, suv, svet kanalizatsiyagacha ham kelgan mahallalar ekan. Ovqat qilish uchun sharoitlargacha ham qilib qo'yibdilar. Men binoimizni ko'rib turibsizlar. Binoimizni orqa tarafida ancha kattagina 4 metr tashab ketilgan o'zini joyiga ega. Ko'pchilik aytadi, to'y hasham bo'ladi-ku, baribir to'y hasham paytida qozon o'choq kerak baytlarda shu yerda orqa tarafida bemalol somonlarni qo'yib turib, osh-posh qilsa ham bo'laveradi. Alohida o'zini katta joyiga ega orqa tarafimiz, uyimizni orqa tarafida. Tepada bilyardxonamizni ko'rdinglar. Bilyardxonamizni teselik katta qilib qaranglar, podvol qilingan ekan. Menimcha, uncha joyda bunaqa katta yerto'lalarni ko'rmayapman. Bu joyimiz qaranglar, bozorga yaqin, bemalol bu yerto'la qismimizni ham arendaga berib yuborsanglar bo'ladi. Asosiy binoga kirishimiz bilan uzun koridor kutib oladi. Koridordan ko'rsatib qoling, keyin xonalar bilan tanishtirib o'taman. Zinamiz tegdi, qaranglar. Kichkina joy tashab ketildi. O'rida oshxonamiz bo'lyapti. Qishki oshxonamiz bemalol katta o'tirib, choy-poy ichib o'tirishga joylari ham bor, qaranglar. Mana kafilimizni qarang, devori tepa oxirgacha qo'ygan ekanlar, xonadon egalari. Oylantirish uchun o'ynalar ham qo'yib ketishgan. O'ng qo'lda zalimiz bo'lyapti. Bitta ko'ringlar. Kattagina bu zalimiz orqali ichkarida o'zini ota-onalarimiz uchun mo'ljallangan, bari birinchi etajda spalniy kerak bo'ladi. Bu joyimiz spalniymiz. Isitish sistemasi qo'yilgan, tashqari qaragan oynalari bor. O'zingizlar uchun remontinglarni chiroyli qilib qo'ya olasizlar. O'zini alohida ichkarida saunzeliga ega. Ikkinchi qavatga ko'tarilishimiz bilan chap qo'lda birinchi xonamizni ko'rsatib o'taman. Xohlasangiz bu joyimizni spalniy qilib qo'ysanglar ham bo'ladi. Xohlasangiz endi o'zingizlar uchun zal sifatida foydalansanglar bo'ladi. Bu joyimiz radiator orqali isiydi. Umumiy xonadonimiz o'zi to'pli pol radiator orqali isiydi. Keyingi xonamiz, o'ng qo'lda ikkinchi xonamiz bo'lyapti. Bu joyimiz detskiy xona qilib qo'ysanglar ham bo'ladi. Tashqari qaragan oynalari bor. O'zingizlar uchun asl yutib olasizlar. Yo'lay bo'lib yurganimizda
chap qo'limizda общий sanvuzerimiz. Keyin sizlarni katta zal kutib zalimizni ko'rib turibsizlar, katta bahaybat. Bemalol bu zalimizni ikkita xona qilib olsanglar ham bo'laveradi. Ikkita yonma-yon oynasiga ega, o'zini o'rtasidan bo'lsanglar ikkita xona bo'ladi. Zalimiz orqali ota-onamiz uchun mo'ljallangan bitta spalnimiz bo'lyapti. Buni ham xuddi shunaqa havoylantirish uchun tashqari qaragan oynalari bor. O'zini sanvuzeliga ega. Bitta ko'ringlar. Akkuratni qilib, kafillanib, qimmatidan terib qo'ygan ekan aka. Binoyimizni tegi shunda zina orqali tushishimiz bilan qaranglar, chiroyli qilib ishlab chiqarib qo'yishgan bu joyimizga ham bemalol ikkita xona qilib olsanglar ham bo'ladi. Ancha katta, dimoxotli qo'yib ketilgan havo aylantirish uchun umumiy xonadonimiz yuragi shu yerga joylashtirilgan. Pardamiz orqasida ko'rsatib o'tib ketaman. Joyimizni ko'rib turibsizlar. Отопительный sistema xuddi shu yerga joylashtirilgan. Ikkita yonma-yon uchastkamizni ko'rdinglar. Bunisi ham, unisi ham ichkaridagi xonalarni razmeri pashti bir xil. Xonadonimizning narxini, startiviy narxini $400,000 narxladik. Bunisini nargisini $200,000, bunisini $200,000. Hali o'tib beradigan joylari bor. Pastda xonadon egalari nomerini yozib qo'yamiz. Aloqaga chiqib, o'zingizlar chiroyli baraka qilsanglar bo'ladi. O'zingizlar ehtiyot qilinglar.